Короче, disclaimer, bu videodagi hamma narsa muallifning hayotiy xulosalari va u hech kim nomiga putur yetkazish va odamlarni yomon yo'lga boshlash niyati yo'q. Короче, hammaga salom. Bu yana o'sha haqiqiy omon, shunaqa obrazsiz. Va bugun men hayotimdagi eng yomon ko'rgan odamlar haqida gapirmoqchiman. Ishoninglar, juda qattiq yomon ko'raman unaqa odamlarni. Oldin kameramni qo'ya olaman, undan keyin gapiraman. Va sizlar bugungi videodan keyin, ya'ni mana shu dildan suhbatimizdan keyin sizlar aniq tushunadigan narsa bu, nimadir o'yladinglarmi? Hozir o'zi boshlaydi. Bo'lmasam umuman qilmaysizlar va qanaqasiga boshlash va nimaga bunaqa aytayotganimni hozir tushunasizlar. Hozir kamerani shuna qo'yib oling. Короче, o'rtoqlar, yana uxlamaganman, hali ham lekin men ham degan narsani aytishim kerak sizlarga. Xo'sh, ana endi bo'lmasa sizlarga o'zimning hayotimdagi Ulug'bek akadan misol keltiraman. Bilasizlar, Ulug'bek aka hozirgi mana shu hayotimdagi eng yaqin insonlardan bittasi va shuning uchun ham men Ulug'bek aka haqida gapirsam, Ulug'bek aka meni xafa bo'lmaydilar deb o'ylayman va shuning uchun ham ular haqida aytaman. Ya'ni yolg'on qo'shmaysan, rostini aytaman. Короче, xo'p, nima bo'lgan? Ulug'bek aka anchadan beri YouTube kanal yuritmoqchi bo'lganlar. Va u YouTube kanal har xil mavzularda bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni, masalan, bittasi tipa toplesga o'xshab aqlli kontent qilmoqchi bo'lganlar. Bittasida har xil podkast qilmoqchi bo'lganlar. Ular вообще u narsani, mana hozirgi podkast, hozirgi masalan bizdagi bu ommaviy kontentni endi urfga chiqyapti-yu, bundan oldin qilmoqchi bo'lganlar-da. Lekin qilmaganlar, bilasanmi nimaga? Chunki kerakli payt kutganlar. Вот, menga o'sha payt aytardilar, "Men mana shu video qilmoqchiman" dedilar. "Davay, brat, qiling, bo'ldi, boshlang hozirdan." "Yo'q, men hali tayyor emasman, plan qiling, keyin qilamiz." No okey. Yana omma mana qilmoqchiman. "Davay, brat, qilamiz, bu ham zo'r proyekt, hali O'zbekistonda qilmagan, qilish kerak." И всё. Hozir hamma uni qilib qo'yib bo'ldi va ana endi biz hech qanaqa proyektsiz o'tiribmiz, грубо говоря. Va yana xuddi shu odamlar juda ham ko'p. Ya'ni ularning zo'r g'oyasi bor, ular prям geniy. Ya'ni, просто tushuninglar. G'oya bu bir tiyinga qimmat narsa. Ya'ni g'oya, вот mana просто g'oyaning o'zi bu umuman aynan YouTube uchun bu bir tiyinga qimmat narsa. Masalan, sizda zo'r g'oya bo'lishi mumkin. Masalan, menda bitta g'oya bor deydi bittasi. Unaqa qilish kerak edi, keyin zo'r bo'ladi deydi. Zo'r bo'ladi emas. Xo'p, davayt bo'lsam qaranglar, boshlanishga men sizlarga tushuntirib beraman. Что nimaga faqatgina g'oyani o'zi bu bir tiyinga qimmat narsa. Masalan, libbo odamda g'oya bor. Masalan, menda g'oya bor. Marsga chiqib, Mars qumini olib kelib O'zbekistonda sotish. Bu zo'r g'oya. 100% millionlab prosmotr bo'ladi. Lekin realizatsiya qilib bo'ladimi buni? Va buni men qachon olaman? Bitta mana shu video uchun men umrimni tiya olmaymanmi? Ishonsizlar-a? Va albatta umuman tasavvur qila olmaysiz. Bizani yashayotgan dunyoyimizda mana shunaqa zo'r g'oyam bor deb, mana shu g'oyani realizatsiya qilish umrini tikor odamlar qancha. Ya'ni bular bu g'oyani o'xshash uchun harakat qilmaydi, mana umrini tikor deganda bu g'oyani ustida ishlamaydi. Ular просто o'ylaydi и всё takoy. Bo'ldi, просто o'ylab yurishadi, takoy. Shu zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bunaqa emas. Muhimi g'oya zo'rmi, yomonmi, u video zo'r chiqadimi, yomon chiqadimi, muhimi nimadir qilish kerak. И всё. Tushunasizlar-a? Va endi men sizga misol keltirib shart qilaman, qarang, eshiting. Tasavvur qiling, ikkita odam bor. Bittasi Asad, bittasi Akmal. Tushunasizlar, ikkita odam bor. Asad bu nima o'ylasa hozir qiladigan odam. Masalan, men hozir bitta shunaqa video olsam-da, masalan, zivachga chaynash bo'yicha rekord bor, dunyo rekordini o'sha yangilasam. Yoki masalan, men hozir shu bitta video olsam, masalan, kosmosda quyosh tutilishi haqida zo'r ma'lumot bor. O'sha haqida bitta video olsam zo'r bo'lardi deydi. Ya'ni hozir qila oladigan narsa haqida o'ylaydi. Bu tarafdagi Akmal esa, "Yo, men oddiy video qilsam, bu oddiy yo'qoladi" deb boshlagancha zo'r qilib boshlash kerak. Deydi. Keyin men bittada kim tepaga chiqish bo'yicha rekord yangilayman deydi. Ya'ni oydan tepaga chiqaman deydi. Yoki mana shunaqa maksimalistga qilish qiyin bo'lgan, masalan, men ikkita moshlarni bir-biriga urishtirib, qaysi moshlar uchun chiqsa shunaqa qilaman deydi. Yoki men butun bitta konsertni zal arendaga olib turib, o'shda berkimashaq qilaman deydi, masalan. Bu yerdagi odam. Tushunasizlar farqini. Va nima deb o'ylaysizlar? Rovni 1 oydan keyin nima bo'ladi? Davayte sizlarga men vaqt beraman, o'ylab ko'rishingiz uchun. Akmal 1 oy davomida mana shu ideyasini o'ylab yuradi. И всё. Просто o'ylab yuradi. 90% Akmallar. Asad esa hozir bu masshtabni emas. Bu odam unga chapachalib hammani urib olib anaqa qilmaydi. Lekin bu nimadir qiladi. Tushunasizlar? Masalan, o'sha kontent haqida yoki nimadir challenge bo'ladi, libbo yo'nalishda kontent muhimi hozir qotdi. Tushunasizlar? Muhimi hozir boshlayapti shu narsani. Va bilasizlarmi, rovni 1 oydan keyin nima bo'ladi? 1 oydan keyin Asad zo'r content maker bo'lib ketgan bo'ladi. Chunki u o'xshamasa qilib shu narsaga dabitsa qilgan. Mammetdagi Akmal, ya'ni ikkinchi personajimiz, u просто qachondir zo'r videolar qiladigan va nimadir boshida yorib tashlaydi lekin deydigan просто xayolparast bo'lib qoladi. Tushunasizlar? Muhimi hozir qila oladigan va hozir eng yaxshi qila oladigan ishlarni qilinglar.
Tushundingizmi nima demoqchiligimni? Hozir mana siz mana danni moment hozir qila oladigan eng yaxshi qila oladigan ishingizni qiling. И всё. Boshqa narsalar haqida o'ylamang. Masalan, hozir yuragingizga tortayotgan eng yaxshi bo'layotgan ishingizni qiling. И всё, bilet. Men juda yomon ko'raman, borku, juda yomon ko'raman. Nimadir ishni o'ylaydi-da, hozir boshlashga sharoiti bor o'sha odamning, lekin boshlamaydi onasini ham. Ammo shunaqa odammanki, nimadir o'yladimmi, qilaman. Ya'ni men zo'rman, o'ylayman demoqchi emasman. Ya'ni menda rezultat bor shunga yarasha. Va men norm qabul qilardim, agarda ular ham shunaqa sekin boshlagandan keyin yoki masalan o'ylab turib bitta qilgan paytda ularda rezultat bo'lsa, bitta ishni bugun o'ylab qilmasdan ertaga qoldirgan odam endinga ham qoldiradi. Ish shu bilan ketadi. Bugun o'ylab turib, bugun o'zida amalga oshirgan odam хотя бы biladi, что u ish o'xshamasligini va o'xshamaydigan ishga bunaqa ko'p o'ylab, bunaqa ko'p energiyasini bermasligini хотя бы biladi. Tushunasizmi aytganimni? Xuddi mana shu uchun ham nimadir o'ylaysiz, bugundan boshlang. И всё. Bizani nimaga? Bizani yoshligimizda noto'g'ri tarbiya berib, noto'g'ri anaqa o'rgatishgan, ya'ni bu ota-onamiz aylamoqchi emasman, bu yerda просто muhit shunaqa bizda. Ya'ni bizda atrof muhitimiz shunaqa. Ya'ni xato qilishga qo'rqitib qo'yishgan. Men nimaga hozir boshlash bilan xato qilishni birga tipa olib kirib qo'ydim hozir miyalarga. Ya'ni birga shu mavzuni ko'tardim. Chunki hozir boshlamayotgan 90% odamlar hozir boshlasam xato qilib qo'yaman, ertaga cho'tka qilib boshlayman deydi. Нет. To'g'ri tushuning. Любой ishni birinchi boshlaganda cho'tka bo'lmaydi. Va u qachongina doimiy qilib shu ishni ustasiga aylanganizdagina cho'tka bo'ladi. Siz hozir ishni cho'tka qilayotgan odamlarni ko'rgan, masalan, zo'r sömka qo'yapti yoki zo'r uy quryapti yoki nima, zo'r qo'shiq yozayotgan odam yoki yana nima zo'r masalan programmist, zo'r program qilayotgan odam bittada bunga kelib qolmadi. Bu hozir bitta zo'r program qurish yoki bitta ishni zo'r qilish uchun bir 100 ta ishni parod qilgan, 100 ta ishni o'xshatolmagan, 100 ta ishdan ko'ngli to'lmagan va shunga yetgan. Va bilasizmi, nimaga bu 100 ta ish o'xshamasdan bunga chiqqan? Chunki bu o'sha o'xshamayotgan paytda ham qilgan onasini ham, chunki qilishigacha ham kutgan. Ya'ni men masalan Lego quraman, nimadir quraman, buzilib ketsa, bo'ldi bu bo'lmas ekanda, boshqa Lego qurishga o'tmayman, yoki masalan televizor ko'rishga o'tmayman-ku. Ya'ni bitta oxirigacha borishim kerak-ku, muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsam. Agarda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lmasam va men qanaqadir fuflu hayotda yashab, o'lishimdan oldin shu baribir armonlarim qolib ketdi-da deb, o'sha armon bilan agar bu dunyodan ketish masala maqsadim meni. Va men o'ylashim uchun mana shu gaplarni eshitib, shu gaplarni qabul qilgan odamlar ham xuddi shunaqa maqsad. Men sizlarga motivator emasman. Masalan, просто sizlarga xohlaman do'st bo'lishni. Ishonsizlar, sizlardan menga prosmotr подписчик kerak emas. Lekin rivojlanishim agar mana shunaqasi ko'payish qolsanglar, просто like bosinglar, подписка qo'yinglar. Men bilishdi, men bunaqa dildan suhbatlarim odamlarga qiziq. Ya'ni men faqatgina "Voy dod, men eng katta buni qildim" emas. Men просто oddiy bolachaman. Men ham oddiy odamman sizga o'xshagan. Mana oddiy, mana xonam, mana xonam. Mana bu chang bosib yotgan, mana bu YouTube oltin knopkasi. O'zbekistonda 10 tami chiqsa kerak bundan. Va buni bittasi menda, mana. Mana shunaqa turadi menda. Ishonsizlar, ya'ni men ham oddiy odam emasligiga o'xshagan. Va men oddiy odamcha просто o'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilib, 20 yoshimda o'zim xohlagan mashinani olib, va hozir o'zbek YouTube'dagi eng katta ko'ngilochar kontent qo'yadigan ya'ni kanaldan bittasini egasi bo'lib turib, sizlarga aytadigan yagona gapim, просто boshlaylar. Nima bo'lsa ham bugundan boshlayman onasini hamsin. Kechqurun soat 2 ga boshlaydi. Mana hozir kechqurun yarim kecha soat 4, salka mana 4:46 mana. 4:46 da. Lekin men qolma. Yangicha kontent, yangicha nimadirlar deb motivatsiya bilan shu narsani qolma. Bilmayman bu narsa mevasi bo'ladimi? Bu narsa balki keyin odamlar ustidan kular, o'zini kimdir yo'qoldi deb. Lekin men o'zim borligimcha ko'rsatgim keldi. Ishonsizlar? Men hech qanaqa bir maskam yo'q. Omad to'xtamaganlar va kuchli tarafdorda. Давайте.